Parvozlar mana xo'rozlarni yana bir ko'rsatib o'tamiz. Parvozlarimiz mana shu yerda ham chiroyli xo'rozlarimiz turgan. Mana bu o'sha qora quzg'un ona makiyonda olacha bilan bolasi. Yoshligida qop-qora mana shunaqa rang qo'shiladi, olacha bilan chiqqani shunaqa ekan. Hozir Islomjonda ham bor, xuddi shunaqa yoshda. Islomjondagi oyog'ini ko'rib olindi. Kaltaklar o'ta mo'shni, shu olachaga xos bosiqligi bilan shoshmasdan 3 tagacha urar ekan. Mana bu yerda o'sha yirikroq bo'lgan xo'rozimiz yirik bo'lib ketibdi. Buni bitta ham tanasi o'sha Xorazmga berilgandi bir parvoz ukamizga. Hozir ketib qolyapti, ko'rsatib o'taman. Parvozlar so'rashyapti xo'rozda. Kanalga ham video bo'ladi, yorrog'idan olishni iloji bo'lmayapti. 4,5 kilo, o'sha 4 kilo 800 bo'ladigan o'ta mo'shni xo'roz, pixlar yurib qolib, yetilib, juda chiroyli holati mana. Muxtorjon video qilib chiqing degandik, chin ukamnikidan hozir video qilyapmiz. Bu o'sha imini qaroqchi Muxtorjonda yurgan asil makullar eng yirigi bilan chiqqan bolalaridan biri. Narigi sherigi ham o'sha vashik korpuslarda haydayapti Mardonbek, o'sha Xorazmlik parvoz do'stimizda. Qora quzg'un mana bu ham o'ta mo'shni narsa. Yuribdi mana parvozlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Ishqibozlar mana buni naslini endi Muxtorjondan so'raysizlar, buni men aniq bila olmadim. Bu ham yosh jo'ja ekan, kichikroq ajillardan ekan. Qaysi naslligini men bila olmadim. Aloqaga chiqinglar, parvozlar Muxtorjon bilan o'sha suhbatlashgan holda xo'roz taklif qilinadi. Bunisini so'rashgan ekan, mana kamera butun holatda, mo'shni holatda yuribdi. Endi hozir sal yoshligi bor bular. Kechkiroq bo'lib chiqqan, menimcha aprelda oxirlari. Ularga ham o'sha 1 oy qarov kerak, top kerak, yegizib zo'rlarga o'ynalaradi naslda zo'ri. Xo'roz ham xuddi shunday o'ta bejirim, tomosha qilib ko'z o'ynaydigan holatda mana. Почти teng holatda ekan vazllari ham. Bu ham tanasini o'sha Islomjondagini ko'rdik oyog'ini. O'ta ma'qul bo'ldi. Ishonchli nasl shu tagi toza davrada mo'shni turib o'ynaydigan xo'roz degan parvozlarimizga taklif qilinadi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hozir u yerda buni ham o'sha hamtana makiyonlari ham bor. Ko'rib qo'yamiz, ulardan ham bir syomka qilamiz. Mana ko'rishimiz mumkin. 2 dona makiyon o'ta dahshat holatda. Ikkalasi ham o'sha tuxumda hozir. Mana o'zimizda shu bir xo'roz bos yurib tashqarida ekan hozir. Ular tashqari hududga chiqarilmaydi ham. Chiroyli holatda makiyon bilan ikkalasi ham olachani qizi. Sog' bo'linglar, parvozlar, ishqibozlar Muxtorjon bilan bog'lanib xaridor bo'lishi mumkin bo'ladi xo'rozlarga. O'ta tiniq.